Yerusalimliklarning ba'zilari oqsoqollar o'ltirmoqchi bo'lgan odam bu emasmidi? Oshkora so'zlayapsimi? Uningga qarshi hech narsa demayotganini. Oqsoqollar uning qutqizguvchi Masih ekanligiga haqiqatan ko'zlari yetdimi? Halbuki Masih kelganda uning qayerdan kelganligini hech kim bilmaydi. Biroq bu odamning bo'lsa qayerdan kelganligini aniq bilamiz deyishdi. Bu chaqda markaziy ibodatxona hoylarida ta'lim berayotgan Hazrati Ayso yuqori ovoz bilan mundaq dedi. Sizlar meni taniymiz hamda mening qayerdan kelganligimni bilamiz deb qaraysizlar. Shundaqmi? Biroq men o'zligimdan emas, men vakillik qilguvchining avatishi bilan keldim. U haqdir. Biroq sizlar uni tanimaysizlar. Men uni tanıyman. Chunki men uning yenidan keldim. Meni u avatdi. Shuning bilan ba'zilar Hazrati Aysoni tutmoqchi bo'lishdi. Lekin uning qo'l soldigan odam chiqmadi. Chunki uning vaqt soati texi yetib kelmagan edi. Xaloyiq orasidagi nurg'un kishilarmi uningga e'tiqod qildi. Ular Masih qandoqmi? Uningdan ko'p mo'jiza yaratar deyishdi. Parislar xalq ichida Hazrati Ayso haqidagi yiqib yurgan gap so'zlarni anglab, oliy ruhoniylar bilan maslahatlashib, Hazrati Aysoni tutish uchun ibodatxona qorovullarini avatdi. Hazrati Ayso yana biroz vaqt sizlar bilan birga bo'laman. Keyin meni avatguchining yeniga ketaman. Meni izdaysizlar, lekin topolmaysizlar. Men bordigan yerga borolmaysizlar dedi. Bunun bilan Yahudi oqsoqollari bir-biriga "O, biz topolmaguday qayerlarga keta? Chet elda turayotgan Yahudi muhojirlarni yeniga berib, Greklarga ta'lim beramdigandi. Meni izdaysizlar, lekin topolmaysizlar. Men bordigan yerga borolmaysizlar" degini nemisido deyishdi. Beytning oxirgi ham eng tantanli kuni Hazrati Ayso o'rnidan turib, yuqori ovoz bilan bundaq jakarladi. Kimdi kim ussa, mening yenimga kelib issun. Chunki muqaddas yozmalarda menga e'tiqod qilganlar haqida ularning ko'nglidan hayotlik suyuning daryolari eqib chiqadi deb yozilgan. Bu so'zni o'ziga e'tiqod qilganlarga ato qilingan Xudoning muqaddas ro'yiga qarata aytgan edi. Xudoning ro'yi texi hech kimga tushmagan edi. Chunki Hazrati Ayso texi otasining arshdagi shon sharpiga kirmagan edi. Xalq ichida ba'zi kishilar bu so'zlarni anglab, Musa payg'ambar oldin aytgan payg'ambar haqiqatan u ekan deyishdi. Ba'zilar bu qutqizguvchi Masih deyishdi. Ya'ni ba'zilar bo'lsa undaq emasdi. Masih Jalidin kamaytdi. Muqaddas yozmalarda Masihning podsho Davudning avlodidan ham podsho Davudning yurti Betlehem yestin kelishi haqida deyilmaganmidi deyishdi. Bunun bilan xaloyiq Hazrati Aysoning vajidan ikkiga bo'linib ketdi. Ba'zilari uni tutishni o'ylagan bo'lsa-mu, hech kim uningga qo'l solmadi. ibodatxona qorovullari ibodatxonani qaytib kelganda oliy ruhoniylar bilan parislar nima uchun uni tutib kelmadinglar deb so'rashdi.
ibodatxona qorovulları hech kim hech qachon bu odamdek so'zlagan emas deb javob berishdi. Farislar, sizlarmi ozrilmansizlar? Oqsoqollardan yoki farislardan uningga e'tiqod qilganlar bormi nima? Uningga e'tiqod qilgan guruhning muqaddas yozmadan xabari yo'q. Shunga u haqni Xudo urdi deyishdi. Ularning orasidan biri, ya'ni burun bir oqshimi Hazrati Aysoning oldiga kelgan Nikodim ularga: Tavrat qonunimizda bir odamning o'z iqrorini anglamay va qilmishini bilmay turib, uning ustidan hukm chiqarishga bo'lmaydi deb yozilgan dedi. Ajaba, senmi Galiliymi nima? deyishdi oqsoqollar. Muqaddas yozmalarni o'qisang, Galiliydan payg'ambar chiqmaydiganligini bilalaysan. Bunun bilan ko'pchilik o'ylariga qaytishdi.